qin sohasida kuchli achishish, bachadonni ichki qin qavati juda ham kuyib ketgan. Ayrim asoratlar natijasida bepushtlikka olib keladi. 99% holatda iltimos bu narsani o'z boshimchalik bilan foydalanmang. Hattoki onkologik holatlargacha olib keladi. Abort nima? Abort bepushtlikka sabab bo'ladimi? To'g'ri savol. Abort o'zi nima? Ya'ni abort homiladorlikning tabiiy va sun'iy yo'l orqali homilaning 22-haftasigacha to'xtatish hisoblanadi. Bunda abortni bepushtlikka sabab bo'ladigan holati hamma vaqtda emas, ayrim asoratlar natijasida bepushtlikka olib keladi. Bular qaysilar? Ya'ni asoratlangan abortlarda, ya'ni kuchli qon ketish, bachadon shikastlanishi bilan kechgan abortlarda, ko'p marotaba abort kuzatilganda va steril sharoitda abort amalga oshirilmaganda, ya'ni bachadonning ichki qavatiga infeksiya tushishi natijasida bachadon naylari va bachadon ichki qavatini yallig'lanishiga olib kelganda va undan tashqari bachadon shikastlanishi natijasida bachadonning ichki qavatida, ya'ni bitishmalar, Asherman sindromi bilan nomlanadigan holatlar kuzatilganda bepushtlikka sabab bo'ladi. Buni oldini olish maqsadida, ya'ni ko'p marotaba abortni oldini olish maqsadida homiladorlikni saqlanish usullarini o'ziga mos holatda amalga oshirish, asoratlangan abortlarni oldini olish maqsadida infeksiya tushgan holatda infeksiyaga qarshi analiz topshirib, unga qarshi davo muolajalarini olib borish kerak bo'ladi. Bachadon ichki qavatida bo'lgan bitishmalar, ya'ni sinixiyalar, Asherman sindromida esa bachadon ichki qavatiga gisteroskop yordamida kirilib, ham diagnostika qilinadi, ham davo muolajalari olib borilib, bitishmalar ochiladi. Implanon o'zi nima? Implanon tug'ruqdan keyin qachon qo'yiladi? To'g'ri savol. Implanon teri osti implanti bo'lib, yelkaning ichki qismida qo'yiladi va u gestagenlar gruppasiga kiruvchi tarkibida etilenglistirol saqlaydi va homiladorlikdan 99% holatda 3 yil muddatda saqlab beradi. U tug'ruqdan keyin emzikli ayollarda 6 haftadan keyin emizmaydigan ayollarda o'sha zahoti qo'yilishi mumkin. Implanon o'zi qanday holatlarda qo'yish mumkin emas? To'g'ri savol. Implanon jigar kasalligi bor bemorlarda, onkologik kasalligi bor bemorlarda va yurak qon tomir sistemasida qonida quyuqligi bor trombofilebit o'tkazgan bemorlarda va homiladorlikka shubha bo'lgan paytda, ya'ni homiladorlikka bor yoki yo'qligi ma'lum bo'lmagan paytda qo'yish tavsiya etilmaydi. Spiral qo'yilgandagi xatolar. Spiral qo'yilgandagi xatolar bular eng birinchisi hayzning 4-5-kunida spiral qo'yilishi kerak. O'zi normal holatda, agarda tug'ruq bo'ladigan holatda, tabiiy tug'ruqda 4 oydan keyin, kesir kesish operatsiyasi bo'lgan tug'ruqlarda esa 6 oydan keyin amalga oshiriladi. Spiral qo'yishdan oldin albatta qin surtmasi tahlili olinishi shart va spiral qo'yishdan oldin yana ultratovush tekshiruv orqali bachadonda qanaqadir anomaliyalar yoki shamollashlar yo bachadonning holatini bilish maqsadida va homiladorlikka shubha bo'lgan holatda albatta ultratovush tekshirishi amalga oshirilishi kerak. Hayz paytida og'riqni kamaytirish uchun nima qilishni tavsiya qilasiz? Hayz paytida bo'ladigan og'riqlar hamma vaqt ham tabiiy hisoblanmaydi. Agarda unga qanaqadir sabablar bo'lmasa, ya'ni kasalliklar bo'lmagan holatda tabiiy yo'l orqali uy sharoitida qorin pastki sohasida issiq grelka qo'yish yoki issiq dush qabul qilish, undan tashqari qorin qismini soat strelkasi yordamida mayin uqalash kerak bo'ladi. Yengil yoga yoki sport, qanaqadir sport yengil turi bilan shug'ullanish va albatta yalpizli, zanjabilli choylar iste'mol qilish yoki iliq suv ichish tavsiya qilinadi va undan tashqari magniyga boy bo'lgan ismaloq, banan kabi mevalarni yeyishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari stressni kamaytirish maqsadida albatta uyqu va dam olish tavsiya etiladi. Gulzira Rizoqulovna, qon toraytiradigan tabletkalarga qanaqa qaraysiz? Maslahat berasizmi foydalanishni?
To'g'ri savol berdingiz. Bu hozirgi holatda juda ham ko'p uchraydigan holatlardan biri. Yaqinda ham bitta masalan patsientim keldi, menga murojaat qilib, qin sohasida kuchli achishish, qichishishlar bilan birgalikda ko'rigimga keldi. Uni men ko'rgan holatimda bachadonni ichki qin qavati juda ham kuyib ketgan. Ajok bo'lganligi hisobidan kuchli achishish, qichishishlar beryapti. Men buni bitta hamma bemorlarga tavsiya qilaman. Iltimos bu narsani o'z boshimchalik bilan foydalanmang. Nimagaki, uni tarkibi noma'lum. Tarkibi noma'lum bo'lgan narsani ishlatgan paytimizda har qanaqa kasalliklarni, hattoki onkologik holatlargacha olib keladi. Shuning uchun agarda sizga to'rayish bo'yicha muammolar bo'ladigan bo'lsa, albatta ginekolog, xirurgga tavsiya qilaman murojaat qilishingizni.